Assalomu alaykum. Men Andijon davlat tibbiyot instituti pediatriya fakulteti 5-bosqich talabasi Solih Muhammadjonman. Mana bugun nufuzli xalqaro olimpiadada meni ikkinchi ishtirok etishim. Urganch 2030 olimpiadasi o'tgan yili birinchi marta o'tkazilgandi va unda ham qatnashib, munosib o'rinlarni egallab, yaxshi o'zim uchun opit, ya'ni shu do'stlar orttirib va o'zimning xatolarim bilib, domlalar yaxshi yo'l ko'rsatib, chiroyli qilib o'tkazishgandi. Mana bu safar 2025-yilgi ikkinchi olimpiadasida, xalqaro olimpiadasi juda ham o'tgan yilga nisbatan juda ham kuchli rivojlanish bo'libdi. Juda ham ayniqsa shu kafedralar o'zgargan, umuman tanimadim kelib, xirurgik kasalliklarida o'zim qatnashgan bo'lsam, domlalar juda ham chiroyli kutib olishdi hammalarimizni. Ikkinchi marta qatnashayotganim, как будто birinchi marta qatnashayotganda o'zim his qilyapman, chunki hamma o'zgargan, hamma yangi simulyatsiyon markazlar, laparoskopik hamma jihozlar bilan qilingan. Biz bunaqa narsalarni ko'rib, yana ham bir o'zimiz uchun motivatsiya oldik va xursand bo'ldim juda ham kelganimga, qatnashganimga. Mana olimpiada jarayonlarini yaxshi, a'lo kayfiyatda o'tkazyapmiz. Endi natijalarni chiqsa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat kattakon oldindan tashkilotchilarga, hakamlarga, jyurilarga, barchalariga shunday chiroyli kutib olishgani uchun va shunday organizatsiya uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiraman.